Ha. Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan Mr. Steve. Bugun biz Counter'ning eng eski versiyalaridan birini o'ynab ko'ramiz. Bu 2.1 versiya ekan. Shunga hozir kirib o'ynab ko'ramiz. Va bu yerda zonalar har xil. Men juda Counter'da yaxshi emasman. Va bu yerda biz narsani tanlamasdan Ruins 2 ga kiramiz. Guhastmi, shuni bilamizda. Bizni pulimiz cheksiz. Cheksiz edi, hozir buni olib kelaveramiz. Va bizning pulimiz 15.000 bo'lib ketadi. Lekin bizning o'qimiz cheksiz emas. Pritselimiz. Pritsel qani? Kimdir o'g'irlab ketdi. Aytyapmanku, Counter'da yaxshi emasman deb. Va ana o'ldirdi. Kanalga obuna bo'lib, like bosinglar. Bizning maqsadimiz 200 ta bo'lish. Hozir biz 160 nechtadiramiz. 200 ta bo'lishimiz kerak hamda. Shunga obuna bo'linglar. Voyda hozir o'laman. Negro aytgan. Oyog'i chiqib qopti. O'lmadi. Pake. Hadi Negerbek, menga qaror. Negrello, chers qoqib o'ldirdik. Bu eski versiyamiz, eski ekan. Eski versiyalarda ham puli cheksiz bo'lganmi? Va menda bu o'yin sal qotyapti. Va biz birinchisida yutdik. Günlermedi bu kim? Shark ekan. Yo'q, bet juda zo'r ko'rinar ekan. Wow. Qora zo'r ko'rinar ekan. Biz bekka bir nasrokasiga kiramiz. Nasroka ham qora. Wow. Controls. Grafika ham yaxshi. Biz 100 FPS o'ynayapmiz ekan. Buni yoqib ko'ramiz, nima ekan bu? O'yinni boshlaymiz. 39 bor ekan hozirchalik. Pritsel yo'qligi yomon bo'lyapti. Qani o'sha oldi bu. Hozir ko'rdim. Qani o'sha olgan. Hozir o'laman, endi ham o'laman. Endi yozib olyapti. Ketdik. Negroid, sen o'ylashing kerak, XQE. Qotyapti mendan ancha, o'ynash qiyin. Bunisiga eski versiya bu. Shuna Counter o'ynashimni xohlasanglar, kommentga Counter Plus deb yozib qo'ying. Shunda biz Counterning yangi versiyasini ham o'ynab ko'ramiz. Counterning yangi versiyasini o'ynaymiz. Uni qaranglar, u menga qaradi va unga men sher. Meni otma, ye. Meni otma, ye. Menga like bos, obuna bo'l. 150 ta bo'laydi. 170 ta bo'lay.
Bu ko'rinma. Habik somsa. Qotyapti. Miltig'ini qaranglar. Shuni otolmayapti. Yana mo'ljallar turibdi. Bu ana aytgan bor ekan. Bu ana pastda. Mana u. Restartni bosmasak bular qachon yetadi? Bular shoti. O'zbekiston jahon chempionatiga ham chiqdi. Qachok bo'ldi. Zo'r bo'ldi. Bo'ldi, davayt maktab boshlangunigacha 300 ta bo'lishimiz kerak. Bo'la olamizmi? Bo'lishimiz lekin shart. Eagle degani o'ldi. Biz yutdik. Video shu joyda tugaydi. Video yoqqan bo'lsa like bos, obuna bo'l. Hammaga xayr.